Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz azizlar. Ushbu video roligimizni sarlavhasidan ko'rib turganinglardek, bugun yana sizlar bilan Xudo xohlasa Umra ziyorati narxlari haqida, sharoitlari haqida gaplashamiz. Hozirda 2026-yilda deyarli mana fevral oyiga ham yetib keldik. Fevral oyiga qaysi viloyatdan reyslar bor? Necha kunlik paketlar bor? Narxlar necha pul bo'lyapti? Sharoitlari qanaqa? Mehmonxonalar, Ramazonga qanaqa sharoitlar? Hammasini bilgani hozirda Hikmat Travel'ning qonuniy bo'lgan ofisiga yetib kelganmiz. Fazlulloh xor akamiz ko'pchiliklar taniysizlar, bilasizlar. Xo'p, Xudo xohlasa to'liq ma'lumotlarni Xor akamdan olib ketamiz. Xor aka obunachilar bilan, kuzatuvchilar bilan qolaversa, o'zingiz ko'pdan beri kuzatib kelayotgan obunachilar bilan bir qator salomlashasiz. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xush kelibsiz Muhammad Yusuf aka. Xo'p, rahmat Xor aka. Endi imkon qadar har doimgidek qisqaroq qilib ma'lumotlar beraveramiz aka. Hozirda fevral oyida necha xil paketlar bor sizlarda? Hozirda aka bizda 3 xil paketimiz bor. Umra paket, standart paket va maxsus ota-ona paketi deb tashkillashtirganmiz shu uchalalari. Bu aytgan narsangiz menimcha hammasi 14 kunlik. Ha, men so'ramoqchi bo'lganim, endi ozgina savol xato ketdi. Necha kunlik paketlar bor? 21 kunlik paketimiz bor, 35 kunlik paketlarimiz bor va 14 kunlik. Bo'ldi, tushunarli. 14 kunlik, 21 kunlik va 1 oylik paketlar mavjud. Xo'p, hozir endi maxsus ota-ona paketi ham bor-ding hozir. Ha, hozir bor. Qaysi kunga bor? Ramazonni boshlanishiga mo'ljal qilyapmiz. Inshaalloh 20 bilan 15 ta o'rtasiga. Bo'ldi, tushunarli. Ota-ona paketini endi o'zingizlar bilasizlar, qolgan ma'lumotni shu operatorlardan olaverasizlar. Endi biz qolgan ma'lumotlarni imkon qadar berib ketaveramiz. Hozir Qor aka narxni aytamiz. Albatta, hurmatli kuzatuvchilar, aziz obunachilar, bir narsani esingizlardan chiqarmanglar. Haligi agar vaqtinglarda biz shunchaki olayotgan bo'lsak, ma'zur tutasizlar, lekin sizlar bilishinglar muhim bo'lgan narsalar bor. Sababi mana ziyoratga borib kelib, o'zimga shaxsan qo'ng'iroq qilganlar ham bo'ldi. Bilmagan ekanman, sharoitlarni oldin eshitmagan ekanman. Shu sababdan azizlar qisqa qilib 3-4 daqiqa vaqtinglarni olamiz, lekin to'liq ma'lumotlarni beramiz. Albatta narxni 2-3 marta qayta aytamiz, chunki narxni aytmaydigan bo'lsak, o'zi video qilishdan ham bir ma'no bo'lmay qoladi. Xo'p, demak 14 kunlik paket hozirda necha pul va qaysi kungacha narx o'zgarmaydi? 10-fevralgacha hozir Ramazon oyi kirish munosabati bilan katta chegirma e'lon qilganmiz. Ya'ni Vodiydan deyarli 2 kunda bir reyslarimiz bor. Andijon Madina, Farg'ona Madina, Namangan Madina. Bularda narxi $840 dan. Demak, $840 dan hozir 10-fevralgacha Andijon, Namangan, Farg'onadan reyslar bor. Toshkentdanchi? Toshkentdan hozir aytganim Umra paket. Endi standart paketimiz bor $1050 dan narxi. Farqi mehmonxonasining masofasida bo'ladi. Standart paketda 1,5 kilometrlik gostinitsiyaga tushadigan bo'lsa, bu Umra paketda 2 kilometrdan 5 kilometrgacha bo'lgan masofani o'rtadagi mehmonxonalarga tushadi. Lekin yemoq-ichmoq sharoitlar hammasi bir xil. Mehmonxonaning sharoiti Umra paketdagi yaxshi bo'lsa borki, kammas. Yomon joyi yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Azizlar, demak, mehmonxonaning masofasi bizga u darajada muhim emas. Faqatgina narxi arzon bo'lsin deganlarga marhamat. 10-fevralga qadar faqatgina shu o'zimiz Vodiydan $840 dan 14 kunlik Umra ziyoratiga borish imkoniyati bor. Ramazon oyi kirish munosabati bilan katta chegirma e'lon qilganmiz. Hozir Hikmat Travel. Aynan Hikmat Travel. Shunaqa. Bo'ldi. Bundan tashqari ham o'zingiz kuzatib turgan insonlarga bonus qilib berasizmi, Qor aka? Bo'ladigani $840. Qilib beramiz aka. Qilib berasiz, to'g'risi. Bo'ldi. Qor akamiz bilan deyarli mana 1 yil mobaynida shu mavsumda ishlab kelyapmiz. Xudo xohlasa hech kim nolagani bir narsa bo'lmadi. Bundan keyin ham bo'lmasin. Xudo xohlasa. Xo'p, Qor aka, demak, hozir aytgan reyslarimiz faqat $840 dan Vodiydan. Toshkentdan ham bor. Toshkentdan ham bor, aynan shu reyslar. Bo'ldi. 10-dan keyin narxlar qanaqa bo'ladi? 10-dan keyingi narxlarimiz 20-gacha bo'lgan narxlarimiz $1000 dan. $1000 dan. Xo'p, bu 14 kunlik paket. Ha, uni u yog'iga endi ko'tarilishi mumkin. Ehtimoli katta ko'tarilishi. Sababi har doim videoda aytyapmiz, mana Ramazon kelyapti. Butun dunyo musulmonlari niyat qiladilarki, Ramazonda shu Umraga borish niyat qiladi. Qadr kechasi hayit namozlarini o'sha yerda o'qiyman deb va qolaversa shu taroveh namozlarini o'qiyman deb Umraga borish niyat qiladi-da qo'yinki hamma. Shu sababdan mehmonxonalar haligi
zidligini evaziga haligi ko'p talab bo'lgani evaziga samolyotlar masalan aviabiletlar qimmatlagan evaziga Bizda paket o'zgarmaydi. paketni narxi shu bo'ladi, lekin ko'pchilik yozyapti biznesga aylantirib mana Ramazon ko'tarib yubordi deyapti. Azizlar, biz to'g'ri tushuninglar. Mana Qorakan o'zi ham aytyapti. Bunga Hikmat Travelda umuman aloqasi yo'q qimmatlashiga. Yo'q, asosan biletlarning narxi ko'tariladi, mehmonxona narxi ko'tariladi shu sababdan. Bo'ldi, tushunarli. Yana qolgan ma'lumotni azizlar beramiz, lekin haligi har ehtimolga qarshi aytib ketyapman. Qachon ushbu videorolik ko'rishdan qat'iy nazar, bugun ko'radimi, 5 daqiqadan keyinmi, 1 oydan keyinmi, 1 yildan keyinmi bir qator shu operatorlarga aloqaga chiqsa, balkim o'ziga yaqinroq viloyatdan reys bo'lib qolishligi mumkin. Shunaqa. Balkim narxlar arzonlab qolishligi mumkin. Biz sizlarni endi ogohlantirib qo'yapmiz, endi amal qilish o'zingizlardan. Demak, hozirda qor aka mana 10-fevralgacha katta skidga ketyapti Hikmat Travelda. $840 14 kunlik umra ziyoratiga borishning imkoniyatlari bor. Shunaqa. Endi gapiravering bu. Har bitta reyslarimiz 50 bosh bilan birgalikda bo'ladi. Keyin yana bitta plus tarafi 21 kunlik, 1 oylik narxi atrofda ancha qimmat ekan. Xudo xohlasa, Necha pul chiqdi u? 21 kunligimizni $1100 qilib beramiz. $1100. 1 oyligimizni $1700 qilib beramiz. $1700. Sizni obunachilaringizga mana shu ikkala paketni ham, 1 oylikni ham, 21 kunlikni ham chegirmasini qilib beramiz. Bo'ldi. O'zimiz obunachilarga desam ham to'g'ri kelaveradi. Sababi to'g'ri, bu kanal men yurgizaman, men odam to'playman, lekin o'ziga ham aytganman, siz orqangizdan ham ko'pchilik videoga obuna bo'lgan, sizni kuzatib turadigan insonlar ham bor. Ko'pchilik o'zim yaqinlarim ham siz bilan bo'lgan videolarni ham kuzatishadi. Xudo xohlasa o'zingiz tanigan bilgan obunachilarga ham obunachi bo'lmasa, mayli kuzatib shu videodan keldim desa, sababi yosh katta insonlar bor, obuna bo'lishni bilmaydi yoki boshqa narsa. Shu raqamga qo'ng'iroq qilib, Fazlullohning videosidan keldim, Fazlulloh xon desanglar, Xudo xohlasa chiroyli qilib bonuslar qilib berasiz. Albatta. Xo'p, qor aka, endi mana Hikmat Travelda o'zingiz ham aytib ketdingiz, bilamizki 50 boshlar shu aeroportda kutishib oladi O'zbekistonda va 14 kun mobaynida ziyoratchilar bilan birgalikda bo'lishadi. Shunday. Ziyoratlar Xudo xohlasa Madina Munavvaradan boshlanadi. Ha, ikkita reysimiz bor. Toshkent, Madina, Andijon, Madina. Qayerga uchishadigan bo'lsa ham, shu reyslarda Jiddasi ham bor. Jiddaga uchadigan reyslarimiz ham bor. Reyslarimiz odatda Madinadan boshlanadi. Madinadagi ziyoratlarimiz, Madinadagi ziyoratlarimiz odatda 2 kecha 3 kunduz bo'ladi. Makkada 11 kun, shu bilan 14 kun bo'ladi. Yana qanaqadir bir beriladigan taomlarchi bu yerda? Taomlarimiz o'zbek milliy taomlari. Hozirgi kunda 2 mahal Madinada, Makkada 3 mahal. Ramazon oyiga bu hech kimga sir emaski, saharlik va iftorlik taomlari beriladi. Endi qor akalarimiz nima desam bo'ladi, bloger emas, bu har kuni videoga chiqishmaydi. Hali ayrim nimalarga gapinglarni ko'p bo'lib qo'yapman. Sababi men vazifam shuki, obunachilardan kelgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazib berish, sizlardan ma'lumotni olib, obunachilarga yetkazib berish. Shu sababdan ko'p gapini bo'lib yuboryapsan deb yozishyapti, lekin gapiradigan bo'lsa, haqiqatan gap ko'p. 1 soatlik video qilsangiz ham bo'ladi. Eng muhimlarini so'rab ketamiz. O'zi aslida hammasi muhim. Eng undan ham muhim bo'lganlarni so'rab ketamiz. Qolgan ma'lumotlar operatorlardan qolaversa, shaxsan o'zingiz ham nomeringizni qo'yamiz va oxiriga o'zingizga ham qanaqa savol bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi. 11:47 nomerim oxiri. Agar men bilan bog'lanmoqchi bo'ladigan bo'lsa, WhatsApp, Telegram bor. Ha, WhatsApp, Telegram doim ishlatyapti. Azizlar, mana hozir to'liq ma'lumotlarni berdik degan umiddamiz. Demak, hozir $1000 dan 10-fevraldan keyin 10-fevralgacha $840. 21 kunlik va 1 oylik paketlarida hozirgi kunda band qilsa imkoniyati bormi? Iloji bor. Bu 3-10 kunlikning narxi qadr kecha hayit namozini o'qib kelishlik narxi 21 kunligi ham sal qimmatroq chiqqan. Uning narxi $1350. Endi martda 10-martgacha borib kelish kerak bo'lgan reyslarimiz 21 kunliklari shunaqa $1100 dan. Ko'p odam tushunmayapti ekan. Shu joyda tushuntirib o'tib ketishim kerak. Oxirgi qadr kechasiga hayit namozini o'qib keladigan reyslarimiz ham odatda narxi qimmatlaydi. Sababi shu biletlar qimmatlashligi hisobiga. Mehmonxonalarning evaziga. Xo'p, azizlar, mana to'g'risini aytaman, sizlar ham narxda chaqlab ketdinglar. Shu sababdan bir qator qo'ng'iroq qilasiz operatorga, yana ham to'liq ma'lumot olasizlar. Endi men imkon qadar bir qator qaytarib beraman. 1-fevraldan 10-fevralgacha
Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkentdan katta bonuslar ketyapti. $840 dan ham xudo xohlasa bonusni qilib berasiz. Ha. 10-fevraldan keyin bo'ladigan 14 kunlik paketlar $1000 deyapsiz. Aha. Xo'p, 20-fevralgacha bo'lgan. 20-fevralga, ya'ni 11-fevraldan 20-fevralgacha $1000 dan shu 14 kunlik standart paketlar. Shunaqa. Xo'p, undan keyingi 21 kunlik paketlar $1300. 21 kunlik paketni boshlanishi Ramazon tugashiga qadar bo'ladigan bo'lsa $1350. Shunday. Bir oylik paketlar 1000 necha pul dedingiz? 1700. $1700. Buni qimmatlamaydi bu. Yo'q, qimmatlamaydi ham, arzonlamaydi ham. Hozirgi kunda olib qo'ysa arzonlashi ham mumkin emas. Yo'q. $1700 oxirgi narx. Agar ko'tarilsa ham shu narxda qoladi. Ha, bo'ldi. Shu endi sizlar yutug'inglar bo'ladi. Xo'p, azizlar, kimdir boradigan bo'lsa, bemalol hozir mana rasa boradigan payt ekan, sababi narxlar endi bundan pastlamasa kerak. Ya'ni bilmadim, endi hech narsani oldin aytib bo'lmaydi, biz bilmaymiz. Lekin haligi har doim bo'layotgan narsani baribir o'zingiz taxminan bilasiz, shu sababdan aytib ketyapmiz. Fazlulloh qori akamizdan xudo xohlasa to'liq ma'lumotni oldik. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qori akamizga qanaqa savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariy yozib qoldiringlar. Qori aka har doimgi gap, endi obunachilarga, kuzatuvchilarga nima tavsiyalaringiz bor? Bormoqchi bo'lganlarga, boraman deganlarga, o'ylanib turganlarga nima tavsiyalaringiz aka? Shu videoda ko'rganki, hamma odamni Alloh taolo o'zi baytiga chaqirsin. Xudo xohlasa doim xizmatda bo'lamiz. Qandaydir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, aynan pastda telefon nomerlari qoldiramiz, aloqaga chiqib joylarni band qilsanglar bo'ladi. Xo'p, rahmat Qori aka, sizga ham. Azizlar, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Aytib o'tganimdek, qanaqa savolinglar bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, Qori akamiz bilan mana deyarli kunda videolar qilyapmiz. Yangi yillardan mana boxabar bo'lib turasizlar. Hammaga rahmat, ketkizgan vaqtinglarga albatta rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.